Senga pog'rodning yoqish o'rgatishmaganmi? Shahar bosib ketdilaring, qishloqlaring yoqqanlaring. Xarim. Kelding, Farruh, bor kiyimlaringni alishtir o'g'lim. Oyijon, harf nima degani? Nima? Adam bilan ketganimizda-chi, adam bitta amaki bilan rost surishib keldilar. Qarib qishlog'ingda yursang bo'lmaydimi? Shaharni bosib oldilaring-u, dedilar. Bor kiyimlaringni alishtirib chiqin. Bor. Ha, Dilbar tinchlikmi? Qayoqqa? Qishloqqa. Yangi qonun chiqdi, eshitmadingizmi? Qanaqa qonun? Endi hamma qishloqlar to'g'ri qilib aytganda viloyatdan kelganlar o'zini viloyatiga borib yashirgan. Bo'lmagan gap ya. Qayerda topasan bunaqa gaplarni, ha? Nega? Yaxshi emasmi? Endi ko'chalar tirband bo'lmaydi. Xohlagan vaqtingiz ko'chaga chiqib bemalol yura olasiz. Hamma joyda o'zingiz xohlagandek faqat Toshkentliklar. Bozorda, bog'chada, maktabda, restoranda, o'zingiz yaxshi ko'radigan mahallaning boshidagi navoiyxonada ham. Bolaligimdan shu Toshkentga kelib, yaxshi kasb egasi, oliy ma'lumotli bo'lish uchun tinmasdan o'qidim. Qiz bola boshim bilan ota-onamga qarshi chiqib, uyimdan 1000 kilometrlab uzoqda yotoqxonama-yotoqxona, kvartirama-kvartira yashab yurdim. Toshshaharingizda jon saqlab qolish oson bo'lmadi. Har ikki qadamda ba'zilarni